Assalomu alaykum. Bugun yangi yil dasturxonimizga baliqni tozalab olganmiz. Toza qilib, uni hozir svejiy yog'da qovuramiz. Mana bu yog'imiz svejiy yog'da qovuramiz. Buni baliq tayyorlash jarayonini qisma-qism olib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ağzına kes oldu. Bana buradan kes yanına. Buradan aşağı koy. Sen buradan değil mi? Ben ortasından daha kes alacağım. Bağlarından ortasından. Ondan sonra kes. Yine de tezroq. Ve ondan sonra açalım. O'tinlarni yorib, yengi yog'ini solib, yog'ni qizdiramiz. Balig'imizni tuzlab qo'ydik mana. Ozgina tuz solib qo'ydik. Ozgina un soldik. Unlab turib qilsak, ana mazasi o'zida qoladi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Yengi yog' bo'lgani uchun vijir qilib qaynayapti. Birinchi bu qozonimiz kichkina bo'lgani uchun 6 bo'lak solamiz boshiga. Mana balig'imizni qizarib, ko'p pishyapti mana. Mana balig'imiz xudo xolisi tayyor bo'ldi. Xudo xolisi. Oh. Mana balig'imiz qo'rildi. Balig'imiz qo'rildi. Oxirgi partiyasini qo'ramiz, xudo xolisi. Dasturxonimizga marhamat. Qo'ldan kelgancha qo'rdik mana. Balig'imiz tayyor bo'ldi. Dasturxonimizga marhamat.